Vijivaniya videosu. Biz uy qurgandik. O'tgan qismda uni Creeper portlatib yubordi. Shunga 3-qismda quramiz. Robocraft Uzbekani salomlashing. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Bugungi video mana shunaqa bo'ladi. Vijivaniyaning 3-qismi. Men 2-qismini qo'ygandim. YouTube blokka tashlab yuboribdi. Nima iloj endi? 3-qismi bo'ladi bu. Obuna va like bosib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom eting. Yana sara videolar chiqadi. Bizda mehmon bor edi. Salomlashing Negr Uzubi. Assalomu alaykum. Mening ismim Negr Uzubi. Bugungi videoda o'sha Vijivaniyaning 3-qismini olamiz. Bo'ldi. Obuna va like bosib qo'ying. Hammaga maroqli hordik. Biz esa videoni boshladik. Mana uyni qurishimiz kerak. Bu sandiqlarni olinglar. Sandiqlarni. Sen o'zingnikini ol. Mana bu sandiqni. Ekstra o'zi siz buni oling. Bu yerlarni tekishlash kerak. Mana bu yerlarga qo'yamiz buni. Mana yetti qoldi. Topildi. Mana bo'ldi. Endi uyni qurishni boshlaymiz. Unda uyni qurishni boshlaymiz. Mana shu yerdan qurib voy. Bunlarni topib olishimiz kerak. Sen nimani yo'q qilsak? Kirkamiz qani? Kimda kirka bor? Menda Tosh kerakmi edi? Kirka berib turing. Kirka. Siz Negr Uzubidan kirka olib turing. o'zim yasayman. Bormi sizda tosh? Daraxt berib turing, Negr Uzubi. O'xshamaydi ekan. Ko'p videolarda o'xshar edi. Tosh qazish kerak, bizda tosh yo'q. Obunachilar, endi nima deydi? Kommentariyani ochib qo'yaman. Sizlar shart beringlar. Shu shartni Minecraftda bajaramiz, obunachilar. Lekin obuna bo'lishingiz kerak, obunachilar. Bo'lmasa yangi videolar chiqmaydi. Voy.
yetib ortadi menimcha. Mana hozir tosh bu yerni kimdir bizdan tuzatib qo'yibdi. Otasiga rahmat. To'rttadan quraveraman. Obunachilar, menimcha shu yerda to'xtatamiz shekilli. Muammo paydo bo'lib qoldi. Endi o'zingiz bilasiz, huzursizdan. Ana shu yerda to'xtatamiz endi. Nima qilamiz? Ne iloj? Bo'ldi. Negro zubi kattasi yo'qqa keling. Unda hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan ekstra uzubi, Robocraft uzubi va Negro uzubi bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha Hayır. xayr.